İşte boshlab oldik. Mana hozir biz qaytamiz. O'sha gap hali aytadi-ku, fillar qabristoni deydi-ku, sho'rsuvlar zavodi, sho'rsuv zavodlar oroli. Mana keyingi bugungi zakazimiz mana bugun shamollar yo'q, tinchlik, tip-tinchlik. Tak, 35 kilolik o'qchiga qarab ketyapti, tomchi bolalarga. Gipsimizda har xil turlari bor. Bu 35 kilolik turimiz tez qatiydigan tomchi bolalarga hisoblanadi. Bu 10 minut, 8 minutdan 15 minutgacha uzoq qatiydi. Do'konlarga esa boshqacharoq 30 kilolik bo'ladi, faqat u sekinroq qatiydi. 20 minutgacha bo'lgan vaqtda qatiydi. Bu boshqacha variantlari bu. Bu tomchi bolalarga tezroq qatish kerak. Shuning uchun 35 kilolik sifatiga xudo xolasa javob beramiz. Olib borgan har bitta mahsulotimizni. Sho'r suv degan joydamiz, mana zavodlar oroli. Xuddi bu yerda bir qor yoqqanga o'xshaydi. Shunaqa gaplar. O'zlaring dasturlaringiz jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi yuramiz, ustakalarimiz ham kutib qoldi. Bizda haqqimiz yo'q deydi ustalar kutkizishga. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zimga o'zim baxt tilayapman doim endi. Bekorchilar telefon qilaveringlar. Endi hozir hech kim bekorchi emas. O'zimga o'zim baxt tilayman. Yo'lim doimo bexatar bo'laversin. Sog' bo'linglar. O mashinani oynayni ustidan qaranglar. Mana qaranglar endi. Qor deysizlar, qor. Mana sizga shu suv, mana sizga zavodlar oroli.